Bugun sizlarga suv tekin narxlarda bir xonali uyimizni savdoga chiqaryapmiz. Uyimiz 2-etajda joylashgan. Narxini boshida aytib o'tamiz. Narxi $9800 berasizlar. Shunday nomlanga o'tib ketadi. Bu o'zini spalnisi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Holati juda yaxshi holatda. Mana shu ko'rib turgan mebel texnika narsani shu xonadonda qoladi. Spalnidan chiqqanimizda o'ng qo'lda o'zini sanuzeli joylashgan. Sanuzelning holatlarini ko'ringlar. Remontlari juda yaxshi holatda turibdi. Shunday kelasizlar tayyor, yashaysizlar bo'ldi. Bu o'zini bitta mehmonxonasi bo'lyapti. Gilamni ham zo'rdan solib berishgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Remontlarni ko'ringlar, aboyda ham chiroyli yopishtirib berishgan. Bu o'zini verandasi bo'lyapti. 3 metrli verandaga oshxonani chekka chiqarib bergan bo'lsalar, sizlarga ikki xona toza qoladi. Kimga bu joyimiz qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirib ketyapmiz, shunga aloqaga chiqinglar. Bu xonadonimizning manzili Furqat tumani Tinchlik sanatoriyasining oldida joylashgan. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaringlar, chiroyli narxda baraka qilib beramiz.